Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Rasulillahi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Barcha alamlarni yo'qdan bor qilgan Rabbimiz subhanahu va taolaga hamd sana maqtovlarimiz bo'lsaydi. Hamda uning payg'ambarina Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ko'ngil turlarimizdan chiqqan salovat shariflarimiz erishsaydi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli jamoat, Alloh taolo shusha Sha'ban oyini bizning uchun muborak qilsaydi. Endi bir necha kundan Sha'ban oyi o'tib keta. Mübarek Ramazan ayı kelib jita. Bütün oylarning sultani bo'lgan Ramazan oyında cehennemning qapqalari yopila, jannatning qapqalari ochila. Alloh taolo bizning duolarimizni qabul eta. Hamda endi shusha oyda qilingan bizning ibodatlarimizni qat-qat orttirib bizga ajr savoplarini Alloh taolo qaytararga va'da eta. Lekin endi Ramazan oyı turunda bir ko'p kishi bizdan so'ray. Shusha o'z-o'zingni shitlashtiruv rejimi shartlarında Şuşa Ramazan'ı nişik o'tkazarmiz deb so'raylar, qayg'iralar. Hamda endi diniya nazorati muftiyimiz ham ulamolar shurasi shusha so'rovga javob etib, o'zining qarorlarini bizga erishtiradilar. Sizning bilan endi shusha qarorni o'qib ketik. Bismillahirrahmanirrahim. Kecha Sha'ban oyining 10-kunida 3-aprelida onlayn ravishda Tatariston musulmonlari diniya nazoratining ulamolar shurasi o'tirishi o'tdi. Kun tartibinde bu yıl 2020 yılda Respublikadagi sanitar epidemiologik vaziyatni hisobga olib, yaqinlashib keluvchi Ramazan sharif oyi o'tkaruv bilan bog'liq masalalar qaraldi. Birinchi shiratda ulamolarning Urozaning boshlanu ham tamomlanu kunlarini belgiladi. 24-aprelda Urozaning birinchi kuni. 23 mayda Urozaning so'nggi kuni. 23 aprelda birinchi tarovih namozi, endi 24 mayda Uroza bayrami. Tatariston ummati uchun ayrisha zo'r qiziqsini tug'dirgan masalalarning birisi o'z-o'zingni chetlashtiruv rejimi shartlarida tarovih namozlarini uzdiruv tartibi. Haligi rejim 2020 yilning 30 martidan kiritildi ham u 2020 yilning 30 apreliga qadar davom etacak. Şuna bəyli ravishda ulamolar xalq arasında koronavirus taraluvini kesatuv bo'yicha hokimiyat tarafidan qabul etilgan choralarni buzurga yaramavin ossizlikladilar. Ham tarovih namozin bor uy shartlarindagina o'qirga mumkin bo'luni belgilab o'tdilar. Shulay etib, bu tür namoz Tatariston Respublikasi masjidlarida o'qilmayacak. Tarovih namozin o'quv turindagi qarorni 23 mayga kadar yoki boshqa qaror qabul etilganishiga qadar amalda deb sanarga kerak. Alga taban nazoratni ulamolar shurasi nisob, fitr ham fidya sadaqalari ko'lamlarini belgiladi. O'tirish natijalari bo'yicha zakat to'lash uchun din ahllari nisobni 280 ming so'm ko'lamida deb belgiladi oltin bo'yicha. Fitr sadaqasi to'lash uchun nisob ko'lami 22 ming so'm. Kumush bo'yicha. Fitr sadaqasi ise onun ko'lami zakat al-fitr uroza tamomlanu o'ng'ayindan berilib turgan bir sadaqa endi ol. Shusha arpa bilan hisoblaganda 100 so'm bo'la, 100 bo'yicha endi 600 so'm bo'la. Ya'ni hali bo'lgan kishi endi ol 600 so'm bera, endi qo'lidan kelmagan 100 so'm bersa-da jita. Bundan tish salomatlik turishina bog'liq ravishda uroza tutuv mumkinligine ega bo'lmagan, hamoni boshqa vaqtda da qazo qilib o'tiy olmovchilar uchun tutolmay turgan har bir kun uchun 200 so'm ko'lamida fidya belgilandi. Ya'ni agarda kishi urozasin tutolmay ekan, shiri bo'lsa, boshqa bir sababi bo'lsa, tutolmasa, endi har bir kun uchun, har bir tutilmagan kun uchun u 200 so'm beradi endi sadaqa etib. Respublikada shul hisobdan masjidlarda jamiyat bilan iftorlar o'tkaruv mumkinligi turindagi masalani ulamolar ilk qabul etilgan qarorlarga kiritdilar. Belgili bo'lgancha 2020 yilning 18 martida rostlangan choralar negizida ko'p sonli kishilar qatnashida majlislar o'tkaruv to'xtatildi. Haligi majlislarga iftorlar da kiritildi. Uroza bayrami o'ng'ayindan g'ayib namozini o'quv haqida nazorat ustama ravishda xabar etacak. Ya'ni endi tarovih namozlari masjidda o'qilmayacak. Har bir kishi uni nafil ravishda nafil etib niyatlab o'z uyida qilarga tegish.
булачак. Инде ифтарлар, авыз ачтырулар да мәчеттә үткәрмәячәк. Инде һәрбер кеше үз гаиләсендә, үз гаиләсе белән шушы ифтарларны үз өендә үткәрергә тиеш булачак. Һәм дә инде ураза гаете турында инде безнең мөфтиебез һәм дә диния нәзарәте безгә аерым карарын иншалла белдерәчәк. Аллаһ Тәала шушы киләчәк Рамазан аенга безгә ирешергә насыйп итсә иде. Шушы ширдән, bütün naşarlıklardan, bela kazalardan bizni saklasa idi. Aqulu ma tasma'un ve estağfirullah li ve lekum. Subhanakallahum bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente nestağfiruk ve natubu ileyk. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.